Amerika prezidenti Joe Biden Angliya va Avstraliya bilan Xitoyga qarshi mudofaa texnikasi jihatda hamkorlashadiganligini e'lon qildi. Biden mundaq dedi: "İttifoqdoshlarning qo'shilishi bilan 3 davlat sun'iy idrok va yadro energiyalik suvosti paroxodini o'z ichiga olgan eng yangi mudofaa texnikasi jihatda hamkorlashadi." Shimoliy Koreya poyezdin ballistik boshqariladigan bomba qo'yib berdi va sinoq jarayonining videolarini ham bahirildi. Shimoliy Koreya bu boshqariladigan bombaning 800 kilometr yiroqlikdagi dengizdagi nishonga dal urilganligini e'lon qildi. Diqqat qilishga arziydigani shuki, boshqariladigan bomba siniqi Amerika va Koreya diplomatlarining Tokioda o'tkazgan boshliqlar yig'inidan keyin elib berilgan. Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Oliy Kengashining sun'iy idrok sistemasi to'g'risidagi yangi doklati e'lon qilindi. Doklatda kishilik huquqni xavfga uchiradigan sun'iy idrok ishlatishni vaqtincha to'xtatish chaqiriq qilindi. Xitoyning kishilarning his tuyg'ularini bilish uchun sun'iy idrok va chiroy tonish iqtidori qo'llanilgan kompyuter yumshoq detalini Sharqiy Turkistonda Uyg'urlarga qarshi sinab qilganligi o'tirg'a chiqqan edi. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın doklatida Xitoyning ismi tilga ilinmagan, lekin bu xil qilmishlarga qarata endişe o'tirg'a qo'yilgan. Yevropa parlamenti bir qaror loyihasi ma'qullab, Talibanning Afg'onistonda qurgan hukumatini e'tirof qilmaydiganligini, ammo insonparvarlik faoliyatlari uchun aloqa qiladiganligini e'lon qildi. Yevropa parlamentining qonun loyihasida Talibanlar qurgan hukumatni e'tirof qilmaydiganligi va davlatning kelgusiga bo'lgan andishasining kuchli ekanligi ta'kidlandi. Qozog'iston ijtimoiy taratqu shirkatlariga oid qonun loyihasini muzokara qilmoqda. Agar bu qonun loyihasi ma'qullansa, ijtimoiy aloqa to'ri va uchur shirkatlaridan Qozog'iston vakil tayinlanishi talab qilinadi. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın Cenevadagi İşxanısı oldida Xitoyning Sharqiy Turkistonda Uyg'urlarga qaratgan zulm siyosati tasvirlangan rasm ko'rgazmasi ochildi. Bu ko'rgazmani Dunyo Uyg'ur qurultiyi va Amerikaning Cenevadagi doimiy vakillar o'miki birlikda ochgan bo'lib, Birleşken Devletler Teşkilatı'nın Ceneva İşxanısı oldidagi fuqarolarga qaratilgan qurolliq zo'ravonlikqa qarshi kurashga simol qilingan so'niq o'rindiq haykalining oldida chidir qurildi. Amerika ministri Joe Biden bir sinliq yig'in jarayonida Avstraliya bosh ministrining ismini unutib qoldi. Amerika, Angliya va Avstraliya davlat rahbarlari qatnashgan bu yig'inda 3 davlat bexatarlik kelishimi imzolagan. Biden imzo qo'yish marosimida Angliya bosh ministrining ismini atab rahmat aytgandan keyin Avstraliya bosh ministrining ismini unutib qolgan va bu yerdagi do'stimga rahmat degan.